Mana shuni yo'nalishni ko'rsating degansizlar qizlar. Mana bunaqa paltinka olib, mana shu kichkina qilib terib chiqamiz qizlar. Tagiga bu naturalka bo'lgani uchun o'zini materialdan qo'yamiz. Shunda keyin yaltiramaydi qizlar sizlarga. Endi qizlar etak qismini 30 sm oldindan olib qo'ygan bo'lamiz qizlar. O'shani hozir yopishtiramiz qizlar. Birgalikda ko'ramiz. Ha, 2 qavat qildim. Qizlar 2 qavat qilib, mana shuni tashab, mana o'z holiga tashab, ko'rabsizlar. Pastiga mana 3-4 sm tashab, o'chiklaymiz qizlar. Mana ko'rabsizlar, zo'r qilib o'chiklaymiz. O'zi o'chiklagandan keyin ham ko'rsatib beramiz. Bu qog'oz klaysiz qizlar bo'ladi. Mana ustidan keyin hozir tikib chiqamiz qizlar. Mana qizlar olib ko'rasizlar. Juda ham chiroyli, juda ham zo'r bo'ladi. Qaranglar, pati ham daji o'tirib qolmagan. Chunki o'zini materialdan qo'ysalaringiz, mana o'zini materiali qizlar. Qo'ysalaringiz qizlar, mana shunday pati umuman o'tirmaydi. Sizlarga ajoyib lifehack.